Assalomu alaykum. Biz Sirdaryo viloyati Guliston shahridamiz. Bu yerdagi akustik eshitish markazimiz Sirdaryo shahar birlashgan ko'chasida joylashgan bo'lib, Sirdaryo bozoridan kelishda Saxovat savdo markazida o'tgandan keyin chap qo'lda 6-uyda joylashgan. Hozir men sizlarga bu yerdagi mutaxassislarimizni tanishtiraman va ulardan kerakli tavsiyalarni olamiz. Qani marhamat. Ushbu markazimizga tashrif buyurganingizda sizni administratorimiz kutib oladi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Siz administratorimizga o'z muammoingizni aytganingizda sizni kerakli mutaxassisga yo'naltiradi. Ushbu markazimizning tajribali xodimlaridan biri Shuhratjon Lapasov bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shuhratjon biz bilan 5 yildan ortiq mobaynida faoliyat yurgizib kelmoqda. Xo'p, Shuhratjon, bizni markazlarimizga murojaat qiluvchilar orasida ko'pincha muammo bo'ladi, shu to'lov masalalari, mablag' masalalari. Sizda xabaringiz bor, shu davlatimiz tomonidan ijtimoiy muhofazaga muhtoj shaxslarga qandaydir mablag'lar ajratiladi, qandaydir yo'llar ko'rsatiladi. Sizda ham mana shunday mijozlarga qanday tavsiyalaringiz bor? Demak, fuqarolar sotib olishga qurbi yetmagan taqdirda ijtimoiy himoya milliy agentligini tavsiya qilamiz. Fuqaro pensiya yoshidagi yoki nogironligi bo'lgan shaxs bo'ladigan bo'lsa, vaucher orqali bepul tarzda ta'minlanishi mumkin. Bizning eshitish moslamalari davlat standartlariga to'liq javob berganligi sababli 3-4 darajalarga eshitishlarga mos keladi. Hamda sizga va o'sha fuqarolarimizga to'g'ri keladi mana shu. Bemalol ijtimoiy xizmatlar agentligi qo'ygan talablarga eshitish moslamalarimiz javob beradi va shuning uchun aynan mana shu apparatlar bilan ijtimoiy muhtoj insonlarga yordam berishimiz mumkin.